أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloni izni bilan La ilaha illalloh tavhid darslarimizda davom etamiz. Xo'p, biz o'tgan darslarimizda La ilaha illallohning shartlarini dars qilishga boshlagandik va Alloh subhanahu va taoloni inoyati va marhamati bilan La ilaha illallohning shartlaridan shart bo'lgan tog'utni inkori shartini o'rganib chiqdik. Tog'ut nima? Qur'oni Karimdan tog'utni ta'rifi, istilohiy ma'nosi, lug'aviy ma'nosi, salaflarda tog'utga bergan ta'rifi, kunimizdagi tog'utlar va mana bu kunimizdagi tog'utlardan Qur'on oyatlaridan tog'utlarning sifatlari qanaqa? Va bu bilan birgalikda tog'ut Alloh subhanahu va taolo bizga bildirgan tog'utni inkorini buyurgan. Mana bu tog'utni inkorini biz qanday qilamiz? Mana bu narsalarni Qur'oni Karimdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislaridan o'rgandik. Bugun yana bir La ilaha illallohni shartlaridan bir shart bo'lgan ilm shartini inshaalloh o'rganishlikka harakat qilamiz. Xo'p, avval boshga qaytadigan bo'lsak, o'zi shart nima edi? La ilaha illallohni shartlari bor dedik. Shart nima o'zi? Biz aytgandikki, La ilaha illallohni bugungi ko'radigan shartimiz ilm sharti. Nima degani bu ilm sharti? Ya'ni bir inson La ilaha illalloh deganida, Allohdan boshqa iloh yo'q deb aytganida, buni mana bu kalimani nima ekanligini bilishligi kerak. Birinchisi. Va mana bu kalimani aytayotgan insonlar nimani rad qilib, nimani qabul qilganligini bilib, ilm bilan aytishlik kerak. Mana bu shart. Mana bu La ilaha illallohni yana bir sharti, bu kalimani ilm bilan aytishlik. Ilm bilan nima qilishlik? Aytishlik. Misol uchun biz o'tgan birinchi darslarimizda shartga misol berayotganimizda aytgandikki, misol namoz bo'lishligi uchun eng birinchi shartlardan bittasi nima edi? Eng birinchi shartlardan bittasi tahorat bilan namoz o'qishlik. Ya'ni bir inson agar tahoratsiz namoz o'qisa, buni namozi bo'lmasdi. Nima uchun namozi bo'lmasdi? Chunki buni namozini sahih bo'lishligini sharti tahoratli bo'lishligi birinchisi. Ikkinchi sharti nima? Ikkinchi sharti o'sha qiblaga qaragan bo'lishligi. Uchinchi sharti vaqt kirgan bo'lishligi. To'rtinchi sharti o'sha namozga kirayotgan vaqtida o'sha namozni qalbida niyat qilib va Allohu akbar deb nima qilishligi, aytib namozga kirishligi. Bularning hammasi namozni sharti. Endi bulardan birortasi bo'lmasa nima bo'ladi? Bulardan birortasi agar bo'lmasa, bu inson ko'rinishida namoz shaklidagi bir ibodatni qilgan bo'lsa ham, buni shariatda o'qigan namoz o'qidi deyilmaydi. Nima uchun? Chunki namozni shartlaridan bir shartni bajarmaganligi uchun. Xo'p, misol uchun roza tutadi bir inson. Bir inson shunchaki ertalab turib, men bundan keyin kechgacha biror narsa yemayman desa, bu odam roza tutgan hisoblanadimi? Yo'q, roza tutgan hisoblanmaydi. Nimaga? Chunki rozaning shartlaridan bir shart niyat qilishligi. Ya'ni Alloh uchun o'sha fajrdan mag'rib vaqtigacha Alloh uchun roza tutishlikka niyat qilishligi. Endi bu odam bu niyatni qilmadi-da. Fajrdan boshlab to mag'ribgacha och yurdi, suv ichmadi. To'g'rimi? Endi bu odamni roza deyiladimi? Deyilmaydi. Nimaga? Chunki ro'zani shartlaridan bittasi niyat qilishlik edi. Endi deylik, bu odam kunni oxirigacha tutgan ro'zasiga roza deyishligi uchun bunga nima qilishlik kerak? Bu ro'zasini himoya qilishlik kerak. Ro'zani buzuvchi biror bir amalni qilmaslik kerak. Ya'ni ro'zaning ro'za bo'lishligi uchun shart kerak.
Har bitta ibodatning nimasi bor? Sharti bor. Bularni birortasi qilinmasa, bu odam shaklda namoz o'qiyotgan bo'lsa ham, ko'rinishda roza tutayotgan bo'lsa ham, ko'rinishda haj qilayotgan bo'lsa ham, ko'rinishda zakot berayotgan bo'lsa ham, lekin bu ibodatlarni shartlari bajarilmagungacha bu odamlarga nima qilinmaydi? Bu odamlarga namoz o'qildi, bu odamlarga roza tutdi, bu odamlarga haj qildi, bu odamlarga zakot berdi deyilmaydi. Toki o'sha shartlardan bir shartni bajarmagunigacha. Bajarmadimi? Demakki, shart qilingan narsa u joyda bo'lmadimi? Unga qilgan amali nima bo'lmaydi? Foyda bermaydi. Uni qilgan amalini amal deb hisoblanmaydi. Bunga eng ochiq dalillardan bittasi bu dalilimiz Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan. Juda ko'p hadis imomlar rivoyat qilishgan. Hadis istilohida hadisu musaysi salat deb o'tadi. Ya'ni namozini yomon o'qigan odam hadisi nomi bilan mashhur bo'lgan bir hadis bor. Buxoriy va Muslim va boshqa roviylar rivoyat qilgan hadis. Nima bu hadis? Namozini yomon holatda o'qigan odam nomi bilan mashhur bo'lgan hadis. Bu hadisni fiqhiy tarafdan qarasak juda ko'p ma'nolari bor. Lekin bu hadisni biz mavzuyimizga tushirishlik uchun, mavzuyimizga dalil qilib olib kelyapmiz. Shuning uchun yaxshilab eshitsanglar foydali bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga borib o'tirdi. O'tirgandan keyin orqasidan bir odam keldi. Orqasidan bir odam kelib namoz o'qishni boshladi. Ana u odam namozini tugatgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni salomiga alik olganidan keyin unga aytdiki, "Bor, namozingni qayta o'qi, chunki sen namoz o'qimading" dedilar. Haligi kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu gaplarini eshitganidan keyin borib namozini qaytadan o'qidi. Keyin yana xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoniga kelib salom berdi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham unga yana xuddi shu gapni aytdi. "Bor, namozingni qayta o'qi, chunki sen namoz o'qimading" dedi. Mana shu holat 3 marotaba takrorlandi. Va oxiri odam aytdiki, "Ey Allohning rasuli, seni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men bundan yaxshirog'ini qila olmayman. Menga to'g'risini o'rgatgin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, namozga turgan paytingda avvalambor takbir ayt. Keyin yodlagan suralaringni va senga oson bo'lgan qismlardan Qur'on o'qi. Keyin rukuga ket. Rukuga ketganingda mutmain bo'ladigan holatda rukuga bor dedi. Ya'ni rukuga borgandan keyin o'sha butun jasadlari bir-biriga kelgan holatda nima qilgin? Mana shu holatda rukuga turgin. Keyin rukudan qiyomga turganingda qiyomda ham xuddi shunday nima bo'l, mutmain holatda tur. Keyin sajdaga bor. Sajdaga borganingdan keyin ham o'sha suyaklaring bo'g'in joylariga yaxshilab o'rgashib olgungacha, yerga kelgungacha nima qilgin? Sajda qilgin. Keyin o'tirib, yana xuddi shunday suyaklaring bo'g'in joylariga yaxshilab o'rgashgungacha o'tir. Namozingni qolgan qismida ham mana bu aytganlarimni hammasini bajar dedi. Buni Buxoriy rivoyat qiladi. Demak, bu hadisni bizga qanday dalil tarafi bor? Bu hadisni bizga qanday tarifi, bizga qanday foyda tarafi bor? E'tibor bersanglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobasiga shakli, ko'rinishi namoz bo'lgan, namoz o'qigan sahobasiga sen namoz o'qimading, qaytadan namozingni o'qi deyapti. Qarang, mana bu sahoba o'qigan namozini to'g'ri deb bilyapti. O'qigan namozini eng yaxshi namoz deb o'ylayapti. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni namoz o'qishiga qaramasdan aytayaptiki, "Bor, sen namozingni qayta o'qi, chunki sen namoz o'qimading" deb aytayapti. Ajabo, bu odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobaga nimaga namoz o'qiganiga qaramasdan sen namoz o'qimading dedi? Buni qanaqa tushunishligimiz kerak? Ya'ni bir amalki ibodat holatida qilinib tursa ham, xuddi qilinmagandek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga namozing qabul emas deyapti. Qaytadan o'qi deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu hadisda
biz uchun ikkita foyda chiqadi. Ikkita jihat bor. Birinchisi, mana bu so'zi ketayotgan sahoba eng zarur bo'lgan namozni, rukunlarni butunlay tark qilmagan. Qo'lidan kelgancha ba'zilarini qilishga harakat qilgan va o'zini gumonicha ana shu o'zi bilgan rukunlarni eng chiroyli tarzda ado qilgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endi u bilibmi yoki bilmasdanmi namozni ba'zi rukunlarini tark qilganida bu ibodatni umuman qilmagandek deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga xabar berdi. Tur, namozingni boshqatdan o'qi, sen namoz o'qimading dedi. Biz ham mana shu narsadan tushunamizki, agar bir ibodatni shartlari va rukunlari buzilsa, o'sha ibodat nima bo'ladi? O'sha ibodat yo'q hukmida bo'ladi. Agar bir ibodatni shartlari va rukunlari buzilsa, o'sha ibodatni hukmi yo'q hukmida bo'ladi. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallam sahobasi o'qigan mana bu namoz, sahoba mana bu namoz o'qiganida namoz uchun eng zarur bo'lgan shartlarini haqqini berib bajarmaganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyapti? Bor, namozingni qayta o'qi, chunki sen namozingni o'qimading deyapti. Bu ham ko'rsatadiki, bir kishi ibodatni sharti va rukunlarida xato qilsa, bir inson ibodatni shartlarida va rukunlarida xato qilsa, biz ham unga sen bu ibodatni umuman o'qimagan hukmidasan deb nima qilamiz? Umuman qilmagan hukmdasan deb ayta olamiz. Endi keldik asosiy mavzuyimizga. Bu hadisni bizni bugungi la ilaha illalloh shartlariga oid bo'lgan mavzuyimizga nima aloqasi bor? Aloqasi shundaki, oddiy bir, ya'ni la ilaha illallohdan birinchi o'rinda kelmaydigan namoz ibodatiniki agar shartlari bajarilmasa, bu insondan o'qigan namozi qabul qilinmayotgan bo'lsa, butun payg'ambarlarning yuborilishi g'oyasi, butun payg'ambarlarning qavmlari ularga qarshi chiqilishga sabab bo'layotgan la ilaha illallohni agar shartlari bajarilmayotgan bo'lsa, bu odam la ilaha illalloh desa, lekin aytayotgan la ilaha illallohida mana bu shartlar topilmasa, mana bu rukunlar topilmasa, bu inson xuddi la ilaha illalloh demagan hukmida bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Demak, mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobasi namoz o'qiyapti va namoz o'qiyotganida o'zicha eng zo'r namozni o'qiyapti. O'zicha eng yaxshi namozni o'qiyapti. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini tugatib, uning yoniga, o'zini huzuriga kelganida, bor sen namozingni qayta o'qi, chunki sen namoz o'qimading deyapti. Sababi, chunki bu sahoba o'zicha namoz o'qigan bo'lsa ham, o'zicha eng zo'r namozni o'qiyotgan bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shariati qo'ygan namozni shartlaridan biror bir shartni bajarmaganligi uchun yoki tark qilganligi uchun, biror bir rukunni qilmaganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni namoz o'qimadi degan hukmni qo'yapti. Demak, biz bundan foyda chiqarib aytamizki, la ilaha illallohni aytayotgan odamda agar la ilaha illallohni shartlari topilmasa, ya'ni illoki hamma sharti topilmasa emas, biror bir sharti topilmasa ham, bu odam la ilaha illalloh deyotgan bo'lsa ham demayotgan hukmida bo'ladi. Dalilimiz nima birodarlar? Dalilimiz mana bu Buxoriy va Muslimda rivoyat qilgan namozini yomon holatda ado qilgan kishini hadisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bor, san namoz o'qimading degan hadisi bizi mana bu masaladagi eng katta dalillarimizdan. Demak, xulosa, la ilaha illalloh deyotgan odam mana bu kalimani shartlarini bilishligi, rukunlarini hammasini ado qilishligi kerak. Bu shartlardan birortasi topilmasa, misol uchun biz o'tgan darslarimizda nimani o'rgandik? La ilaha illallohning shartlaridan bir shart tog'utning inkori. Endi bir odam la ilaha illalloh deyapti. La ilaha illalloh deyapti. Endi bu odamni la ilaha illalloh deyotgan paytida la ilaha illallohni bilib aytyapti. La ilaha illallohni tili bilan iqror qilyapti. La ilaha illallohni sidq shartini, ixlos shartini bajaryapti.
La ilaha illallohga shubha qilmasdan aytyapti. La ilaha illallohni chin dildan aytyapti. La ilaha illalloh ahlini yaxshi ko'ryapti. La ilaha illallohni talablariga javob beryapti. Lekin la ilaha illallohni yana bir shartlardan bir shart bo'lgan tog'utni inkor qilishlik sharti bo'lmasa bu odamga la ilaha illalloh nima bo'lmaydi? Foyda bermaydi. Biror bir odam chiqib ayta olmaydi. Sizlar qanaqa odamsizlar? La ilaha illallohni 9 ta shartidan, 8 ta shartidan 6 tasi topilgan odamga nimaga sizlar la ilaha illalloh aytmagandek u odam deyapsizlar deb ayta olmaydi. Aytsa nima deymiz? Aytamizki, bir odam namozga turyapti. Shunaqa bugun o'zicha insonlarga mehribon bo'lib, qanday sizlar mana bu la ilaha illalloh deyotgan odamga butun shartlarini bajarsa, faqatgina tog'utni inkor qilmaganligi uchun sizlar bularga la ilaha illalloh demagan deysizlar desa, aytamizki, bir odam namozga turyapti. Namozni shartlaridan shart tahoratli bo'lishligi. Endi bir odam tahorat shartini bajardi. Qibla shartini bajardi. Lekin namozga kirgan vaqtida niyat qilmasdan namozga kirsa yoki Allohu akbar takbir aytmaydigan bo'lsa, birinchi kirish takbiri, to'g'rimi? Buni aytmaydigan bo'lsa, bu odamlar nima deydi? Yo, bu odamlar namoz o'qiyapti-yu, qanday sizlar bularning namozi namoz emas deysizlar deydimi? Yo'q, demaydi. Sizga birinchi qarshi chiqadiki, sizlar fiqhni bilmaysizlar, sizlar usul fiqh o'qimagansizlar, sizlar birorta bir fiqh kitobni o'qimagansizlar deb sizga raddiya beradi agar xato qilib, buni namozi namoz bo'laveradi desangiz. Qandayki namoz o'qiyotgan odam deylik, namozning 6 ta sharti bor. Mana bu 6 ta shartidan 5 tasini bajarib, bittasini bajarmasa, bu odamning namozi namoz emas deyotgan bo'lsak, xuddi shunday birodarlar, la ilaha illallohning shartlaridan bitta shartni bajarmagan odam ham xuddi mana bu namoz o'qimagandek hukmida bo'ladi. Ya'ni la ilaha illallohni shartlarini bajarmagan, la ilaha illallohni shartlarini bajarmagan bo'ladi. Endi yana bir joyda bu narsani aytib ketishimiz kerakki, bir odam kelib aytishdaki bizga, sizlar qanday qilib la ilaha illalloh deyotgan odamlarga la ilaha illalloh demagan bo'ladi deyapsizlar desa, agar aytamizki, o'zingizlar bosib olinglar. Agar haqiqatdan ham shunaqangi jasur bo'lsanglar, haqiqatdan ham shunaqa dinni oriyatini, dinni g'ayratini ushlaydigan odam bo'lsanglar, mana bismillah kelinglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham xuddi shu gapni aytinglar chiqani. Rasululloh namoz o'qigan odamga aytayaptiki, sen namoz o'qimading, bor qaytadan o'qi deyapti. Bir marta qilmayapti, 3 marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz bilan kelgan odamga sen namoz o'qimading, bor qaytadan o'qi deyapti. Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hamma dinga g'ayrating kuchliroq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra sen dinni yaxshi bilasanmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra sen dinga oriyating kuchlimi? Yo'q, hech kimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamchalik dinga g'ayrati yo'q, dinga g'ayurligi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham ayting qani, agar ayta oladigan bo'lsak. Ayta olmaydi. Demak, bundan tushunamizki, bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganidek, mana bu har qanaqangi bir ibodatni shartlaridan biror bir shartni bajarmagan odamga bu namoz o'qimadi deb bemalol aytayotgan bo'lsa, bu haj qilmadi, buni haj emas deya olayotgan bo'lsa, shartlarini bajarmaganligi uchun, roza tutgani rozasi qabul emas, chunki rozani shartini bajarmadi deb bemalol qo'rqmasdan ayta olayotgan bo'lsa, xuddi shunday la ilaha illallohda ham agar shartlardan bir shartni bajarmagan bo'lsa, nima qilamiz? Biz bu odam la ilaha illalloh demadi deb ayta olamiz. Chunki la ilaha illallohni shartlarini bajarmaganligi uchun. Demak, tushunarli bo'ldi. Bir ibodatda qabul bo'lishligi uchun yoki har qanaqangi bir ishni boshiga shart qo'yilgan bo'lsa, bu shartni bajarmagan odam xuddi u ishni qilmagan odam bo'ladi. Zohirida shu odam namoz o'qiyotgan edi. Zohirida shu odam namoz o'qib, namozni tugatgan edi. Lekin o'sha shartni bajarmaganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen namoz o'qimading dedi. Xo'p. Bundan tashqari, bunga aqliy dalillar ham keltirsak bo'ladi. Misol uchun, har doim men darslarimda aytib kelaman. Bir insonga bir shart qo'yamizda, aytayamizki, birodarim, sizlar bilan men ertaga soat Toshkent vaqti bilan peshindan keyin soat 2:30-3 larda ko'rishamiz. Ko'rishganda men sizlarga har bittanglarga bittadan mashina podarka qilaman. Bittadan iPhone podarka qilaman. Yoki hammanglarga $1000 beraman. Shart nima? Shart 3:00 da o'sha yerda bo'lishinglar.
Aqli bor odam hamma buni tushunadi. Yani inson aqlsiz bo'lmasa, aqli joyida bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga aql ne'matini bergan bo'lsa, tushunadigan narsasi nima? Men agar shu 15:00 dan 1 daqiqa kech qolsam, shartni bajarmagan bo'laman. Shartni bajarmaganligi uchun men uni mukofotini ola olmayman dedi. Xuddi shunday la ilaha illallohning ham shartlari bor. Bugungi shartlardan bitta shart ilm sharti. Bu ham nimani bildiradi ilm sharti? Nimani rad qilib, nimani qabul qilganligini bilib aytishligi. La ilaha illallohning shartlaridan bir shart ilm ekanligiga dalilimiz nima? La ilaha illallohning shartlaridan bir shart ilm ekanligiga dalilimiz Alloh azza va jalla oyat-i karimada aytadiki: "Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Muhammad surasi 19-oyat. Mana bu oyat la ilaha illallohni bilib aytishlikka dalildir. Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga aytayapti. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bilki ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ya'ni mana bu Allohdan boshqa iloh yo'q kalimasini shunchaki bilib qo'ymagin. Allohdan boshqa iloh yo'q kalimasini, la ilaha illallohni bir ilmi bor. Mana bu narsani Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini ilm bilan aytgan deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini ilm bilan aytib idrok qilishlik. Ya'ni ota-bobolarimiz mana bu kalimani aytib kelayotgandi. Men ham aytayapman. Yoki ota-bobolarimiz musulmon edi. O'zlarini musulmon deyishardi. Nimaga musulmon deyishardi? Chunki ular la ilaha illalloh deyishgan edi. La ilaha illalloh deyishganligi uchun o'zlarini musulmon deyishardi. Biz ham shuni aytayapmiz deb emas. Yoki bizning domlalarimiz, olimlarimiz, masjiddagi ulamolarimiz, qo'shnilarimiz bizga aytishgandiki, mana bu la ilaha illalloh deb qo'ysak bo'ldi. Biz nima amal qilsak jannatga kiramiz, biz musulmonmiz deb aytishlik emas. Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilayotgan la ilaha illalloh fa'lam annahu la ilaha illalloh. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilki Allohdan boshqa iloh yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilki Allohdan boshqa iloh yo'q degani yolg'iz Allohga ibodat qilasan degani. Bilki ey Muhammad alayhisalom, Allohdan boshqa iloh yo'q degani qandayki yaratishda hukm Alloh subhanahu va taoloning yaratishida hech qanaqangi sherigi yo'q bo'lsa, hukm qilishda ham, qonun qo'yishda ham, halol va harom belgilashda ham uni hech qanaqangi sherigi yo'q degani deb turib, mana bu kalimani bilib turib aytayapti Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Demak, Qur'oni Karimdan dalilimiz bittasi la ilaha illallohni shartlaridan bitta shartni ilm ekanligiga dalilimiz nima? Muhammad surasi 19-oyat. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qiladi, Muslimga kelgan hadis: "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illalloh dakhalal jannah." Kim Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini bilib turib aytadigan bo'lsa, bilib turib o'ylaydigan bo'lsa, jannatga kiradi, deyapti. Demak, inson jannatga kirishligi uchun va mana shunaqangi holatda aytib o'lib jannatga kirishlik uchun nima qilishlik kerak? Va huwa ya'lamu bo'lishlik kerak. Ya'ni kimda kim o'laydigan bo'lsa, qanday o'laydigan bo'lsa, va huwa ya'lamu bilib turib o'laydigan bo'lsa, nimani bilib turib o'laydigan bo'lsa, annahu la ilaha illalloh. Allohdan boshqa biror bir ilohni yo'q ekanligini ilm bilan, ma'rifat bilan bilib shu holatda o'laydigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdiki, dakhalal jannah. U odam la ilaha illallohni bilib turib o'lganligi uchun, la ilaha illallohni hayotida bilib turib, ana shu kalimani ustida bilib aytganligi uchun va bilib o'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni jannatga kirishligini aytadi. Demak, la ilaha illallohni bilmasdan aytgan odamga foyda bermas ekan. Ya'ni bugun qarang, qo'limizga mikrofon olaylik. Hatto bu adashmasam 2020-yilda xuddi shu men hozirga aytadigan narsam bo'lib o'tdi. Bu paytda Azon TV O'zbekistonda faol edi, yopilmagan edi. Azon TV o'sha ko'chada reportaj degan bir programmasi bor edi. Mana shu programmasida bir sonida, eslay olmayman nechinchi son. Shu sonida chiqdi. Qo'liga mikrofon olib haligi bola insonlardan birma-bir
Allohdan boshqa iloh yo'q nima deganini so'radi. Ya'ni la ilaha illalloh nima deganini, nima ma'nosi bor, bu nima deb so'radi. Hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi. La ilaha illalloh deb so'rayapti odamlardan, bilgani yo'q. La ilaha illalloh nima bilasizmi? Shahodat kalimasini ayta olasizmi? Shahodat kalimasini ma'nosini bilasizmi deyapti. Bilmadim, adashmasam bir 20 ta, 25 ta odamdan so'radi, birortasi bilmadi. Birortasi bilmadi. Endi mana bu kalimani bilmasdan aytgan odamga bu kalima qanday foyda bersin? Misol uchun mana oramizda Xitoy tilini bilmaydigan odamlar bor. Men ham Xitoy tilini misol uchun bilmayman. Endi bir odam bizga xitoycha bir kalima aytdi-da. Misol uchun xitoycha bir har qanday bir kalima aytdi. Bizga o'rgatib qo'ydi. Biz ham papugaydek, to'tiqushda yodlab oldik. Ertadan kechga bu kalima aytib yotibmiz. Bizga foydasi beradimi? Foyda bo'ladimi? Foyda bermaydi. Nimaga? Chunki men bu kalimani ma'nosini bilmayman. Mana bu kalimani foydasi, ma'nosini bilmayman. Endi misol uchun deylik, siz bitta Xitoy bir musulmon ayol bilan uylandingiz. Xitoy musulmon bir ayol. Endi siz bordingiz, o'sha yerda yashayapsiz. O'sha yerdagi odamlar ham o'sha sizni o'zingiz tilingizni biladigan o'zbeklar keldida sizga o'zlaricha hazil qilmoqchi bo'lishib, xotinimni taloq qildim, xotinimni 3 taloq bilan taloq qildim degan so'zni Xitoy tilida o'rgatdi. Va o'rgatib sizga aytayaptiki, mana bu kalimani aytgin, bu seni o'sha ayolingga chiroyli so'z bilan xushmuomala qilishliging. Seni yaxshi ko'raman, sen meni bitta jonimsan, sendan boshqa yaxshi ko'radigan ayolim yo'q, va hokazo va hokazo. Shunaqa so'z deb o'rgatishdi. Endi bu ham borib ayoliga mana shu gapni aytayapti. O'ylayaptiki, men mana shu so'zni aytsam ayolim yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni men ayolimga sevgi sarg'igan bo'laman. Bu odam aytgandan keyin mana bu ayol kishi Xitoy tilini bilganligi uchun nimani tushunadi? Erim meni taloq qildi deydi. Endi bu odam biror bir domlaga, biror bir qoziga borib aytsa-ki, meni erim Xitoychani bilmaydi. Xitoychani bilmaganligi uchun menga seni taloq qildim degan so'zni aytdi. Endi men hukmim nima? Meni erim menga taloq bergan bo'ladimi deydi. Endi domla ham aytadiki, ering mana bu so'zni ma'nosini bilarmidi? Ering mana bu so'zni ma'nosini bilarmidi yoki bilmasmidi? Aytsaki bilmas edi, sizlarga mana bu eringni aytgan gapi nima bo'lmaydi? Foyda bermaydi. Ya'ni mana bu kalimani bilmasdan aytganligi uchun ering mana bu so'zni aytganligidagi taloq so'zi senga tushmaydi. Chunki bu ering mana bu kalimani ma'nosini bilmas dedi. Xuddi shunday la ilaha illalloh deyotgan odam agar aytayotgan kalimasini nima ma'noga kelishligini bilmasa, bu odamga qanday foyda bersin? Misol uchun qarang, biz 11 ta darsda la ilaha illallohning birinchi sharti bo'lgan tog'utni o'rgandik. 11 ta darsda. Oxirgi 9-chi, 10-chi, 11-chi darslar adashmasam, tog'utni qanday inkor qilish masalasi bo'ldi. Endi bir odam aytayapsizki, la ilaha illalloh degin deyapsiz. Bu odam aytayapti, "Men la ilaha illalloh" deyapti. Buni ichida tog'utni inkor qilishligini ma'nosini bilsa, bu odam aytadimi bu kalimani? Misol uchun, sinab ko'rishinglar mumkin. Otangiz bor, hammamiz otamiz bor, onamiz bor, buvimiz bor. Shularning yoniga borib, buva, ena deymizmi, ota deymizmi, borib aytsakki, la ilaha illalloh degani nima degani deb so'raylik. Misol uchun ko'p bilsa, aytadiki, Allohdan boshqa Alloh yo'q deydi misol. Ko'pchilik shuna deydi, Allohdan boshqa Alloh yo'q deydi. Juda yaxshi bilgani aytadiki, Allohdan boshqa iloh yo'q degan deydi. Endi siz unga o'sha katta yoshdagi buvingizga, dadangizga, otangizga o'sha la ilaha illalloh tafsirini qilib bersangiz, aytsizki, ey buva, ey ota, ey ona, la ilaha illalloh degani Allohdan boshqa butun ibodat qilinayotganlarni rad qilishlik degani. Va mana bu so'zni aytayotganda bizdan talab qilinayotgan narsa Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan butun narsalardan uzoqlashligimiz. Sen bo'lsa, mana bu prezidentlarni musulmon deyapsan. Deb ko'ringchi, bu kalimani aytarmikin? Ya'ni la ilaha illalloh deganda tog'utlarning kofirligini aytsa, o'sha o'zi shirkda o'lib ketgan otasini, shirkda o'lib ketgan onasini kofir ekanligiga guvohlik berayotganligini bilsa, bu kalimani mana shu ma'nosini qabul qiladimi bular? Bularni birortasi nima qilmaydi?
Bularni birortasi qabul qilmaydi. Bular la ilaha illalloh deganda Allohdan boshqa Alloh yo'q deb beradigan odamlar. Endi bu gap aytayotgan odamlarga qanday bu kalima, qanday bu so'z foyda bersin? Qanday bu so'zlar foyda bersin? Xo'p, bu yerda bir e'tiroz kelishligi mumkin. Shu e'tirozga ham bir qisqa bo'lsa ham javob berib ketishlik kerak. Bu e'tiroz nima? Bu e'tiroz shuki, agar la ilaha illallohni talaffuz qilishlik, ya'ni la ilaha illalloh deb qo'yishlik foyda bermaydigan bo'lsa, nimaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi da'vati ya qavmi la ilaha illalloh tuflihu. Ey qavmim, la ilaha illalloh deylar, najotga erishasizlar deb mana bu kalimani makkalik mushriklardan qabul qilgan deydi. Haqiqatan ham o'rinli bir shubha yoki o'rinli bir e'tiroz. Nima deb javob beramiz? Nima deb javob beramiz? Ya'ni aytsaki, sizlar aytyapsizlarki, la ilaha illalloh deb qo'ysa, talaffuz, mujarrad la ilaha illalloh deyishlik foyda bermaydigan bo'lsa, nimaga Rasululloh Makkaga kelib, ya qavmi la ilaha illalloh tuflihu dedi? Ya'ni ey qavmim la ilaha illalloh deylar, najotga erishasizlar dedi. Yoki nimaga amakisiga ey ammi, ya ammi, qulu la ilaha illalloh. Ey amaki, Abu Talibga o'lim to'shagida, Muslimda keladi hadis. Ey amaki, la ilaha illalloh degin, men senga qiyomat kuni nima qilib olay, mana shu kalima sifatida, kalima sababidan yordam bera olay dedi. Agar la ilaha illallohni talaffuzdan aytib qo'yishlik foyda bermasa, nimaga makkalik mushriklarga foyda bergandi? Nimaga Abu Talibga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh deyishligini yetarli degan shubha kelishligi mumkinki, bu shubhalar bor. Bunga nima deb javob beramiz? Bunga javobimiz yana o'zimizning aqlimizdan bo'lmaydi. Yana Qur'on va sunnatdan bo'ladi. Hech qachon mana bu narsani unutmanglar. Butun bid'at ahli, butun o'sha zalolat ahli qayerda zalolatdaligi bilinadi desa, Qur'on va sunnatni tashab, ammo lekin bu yerda bunaqa degan, bu yerda shunaqa degan deydi. Yoki o'sha sahobani fahmini tark qiladi. Kim bo'pti sahoba deydi? Imom Ahmad desiz, Hanbali fiqh desiz, Maliki fiqh desiz, Shofiy fiqh desiz, Brusli, Jetli deb haqorat qiladi. Bular zindiq odamlar. Bular dindan nasibasi yo'q odamlar. Biz lekin ahli sunna va jamoa nima qiladi? Bir masala kelganda Alloh subhanahu va taoloni bizga buyurgan o'sha asosiy tamalga qaytamiz. Nima bu? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Agar biror bir narsaga ixtilof qilsanglar, uni Allohga va rasuliga qaytaring. Mana ixtilofimiz mana shumi? La ilaha illalloh degan odamlarni mana bu kalima unga foyda bermayaptimi? Foyda beryaptimi yoki? Biz aytamizki foyda bermayapti. Talaffuzdan bilmasdan aytishlik foyda bermaydi. Nimaga unda makkalik mushriklarga foyda berdi? Yoki Rasululloh qulu la ilaha illalloh tuflihu, la ilaha illalloh deylar, najotga erishasizlar dedi desa, al javob nima bo'ladi? Chunki makkalik mushriklar la ilaha illalloh deganda nimani rad qilib, nimani qabul qilishlikni bilardi. Sen qayerdan bilasan bunaqaligini desa, ochsin mana Sahih Muslimda turibdi. O'sha Abu Talibning o'lim qissasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talib o'lim to'shagida yotganida menga shuncha yordam berdi. Shu mushrik holatda o'lib ketmasin, kofir holatda o'lib ketmasin deb necha marotaba aytdiki, ey amaki la ilaha illalloh, ey amaki la ilaha illalloh, ey amaki la ilaha illalloh deb qayta qistadiki, shu kalima og'zidan chiqsin. Endi shu joyda Abu Jahl va boshqa tog'utlar bor, Makka tog'utlari. Aytdiki, ey Abdul Muttolib, ey Abu Talib, Abdul Muttolibni dinini tark qilasanmi dedi. Xo'p, bitta dalil qani? Bu yerda dalil, yaxshilab quloqimizni ochaylik. Bu yerda dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talibdan la ilaha illalloh deng ey amaki deganda Abu Jahl aytayaptiki, ey Abu Talib, Abdul Muttolibni, ya'ni o'zingni otangni dinini tark qilasanmi deyapti. Ya'ni makkalik mushriklar bilyaptiki, la ilaha illalloh deganda bir odam butun soxtar ilohlarni, butun dinlarni, butun ota-bobolarni dinini tark qilishligini tushunyapti makkalik mushriklar. Shuning uchun Rasululloh ularga nima deyapti? Shuning uchun Rasululloh ularga la ilaha illalloh deylar deyapti. Bu bitta dalil. Keldik ikkinchi dalil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana xuddi shunday la ilaha illalloh deylar deganda, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar, otalaringlar yo'ldan ketmanglar,
Lot botil, Uzzo botil, bularni rad qilinglar deganda, ya'ni la ilaha illalloh deylar deganda, ular nima deb javob berdi? Alloh subhanahu va taolo bizga Sod surasida aytadiki, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ya'ni, mana bu Muhammad ilohlarni bitta iloh qilib qo'ydimi? Inna hadha la shay'un ujab. Shubhasizki bu juda bir ajoyib bir ish dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga la ilaha illalloh deylar deganda, bular nimani tushunyapti? Bular tushunyaptiki, la ilaha illalloh degan odam butun ilohlarni tark qiladi. Iloh nima edi? Huval ma'bud. Butun ibodat qilinayotgan narsalarni tark qiladi. Lotni tark qilasan, Uzzoni tark qilasan, Manotni tark qilasan, o'sha qanaqangi bir ilohing bo'lsa, qanaqangi bir ibodat qilayotgan narsang bo'lsa, hammasini tark qilasan, ularni o'rnini tark qilib, mana bu qilayotgan ibodatingni yolg'iz iloh bo'lgan Alloh subhanahu va taologa nima qilasan? Qilasan. Qurbonda Allohga o'qilasan, namozda Allohga o'qiysan, tasadduqingni, sadaqangni Alloh uchun berasan. Mana bu narsani la ilaha illalloh deganda bular nima deyapti? Aja'alal alihata ilahan wahida. Bu ilohlarni bitta iloh qilib qo'ydimi dedi. Bular la ilaha illalloh deganda butun ilohlarni rad qilib, yolg'iz ilohga ibodat qilishligini bular nima bilyapti? Bular qabul qilyapti, bilyapti. La ilaha illallohning ma'nosini bilyapti. Va yana boshqa bir oyat. Bu ikkinchi dalildir. Uchinchi dalil. Bunaqa sanasak ko'p bo'ladi, lekin 3 ta bilan men kifoyalanaman. Alloh subhanahu va taolo Safa surasi 35-36 oyatlarida aytadiki: "Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun." Ularga qachonki Allohdan boshqa iloh yo'q deylar deganda yastakbirun, ular kibrlanishardi. Ya'ni ular la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deyishlik aytinglar deganda, ular bu kalimalarni kibrlaganligi uchun aytishmasdi. Xo'p, qani bu yerda dalil? Dalil oyat davomida. Va yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Aytishardiki, biz ilohlarimizni bitta mana bu ahmoq hasha va kalla, mana bu ahmoq uchunmi tark qilamiz deyishardi. Ya'ni bular bilishyapti, la ilaha illalloh deganda butun ilohlarni nima qilishlik kerak? Tark qilishlik kerak. Demak, savolimizning javobi nima? Savolimizning javobi shu. Bugungi kunimizda la ilaha illalloh deyotgan odamlarga bu la ilaha illalloh kalimasi nimaga foyda bermayapti? Chunki bu odamlar la ilaha illalloh deganda nima deb tushunishyapti? Allohdan boshqa Alloh yo'q deb tushunishyapti. Holbuki buning ma'nosi bunaqa emas. Yoki la ilaha illalloh nima degan desa, la ilaha illalloh degan deb turibdi. Bular la ilaha illallohning ma'nosini nima bilmayapti? Umuman bilishmayapti. Shuning uchun bugungi kunimizdagi la ilaha illalloh deyotgan odamlarga bu kalimasi foyda bermaydi. Nimaga makkalik mushriklarga foyda bergan? Nimaga Rasululloh qulu la ilaha illalloh tuflihu deylar deganda bularni islomiga la ilaha illalloh degan odamlarni islomga hukm qilgan? Chunki bular la ilaha illalloh deganda nimani rad qilishligini, nimani tark qilishligini, nimani qabul qilishligini, la ilaha illalloh degan otalarning dinini tark qilishligini nima qilyapti? Bilyapti. Endi albattaki la ilaha illalloh degan odam mana bu narsalarni tushunayotgan bo'lsa, bu odamdan la ilaha illalloh qabul qilinadi. Nimaga qabul qilmasinki? Rasululloh qabul qilgan narsani biz nimaga qabul qilmaylik? Yana buni ziddiga boshqa bir dalil bor. O'sha masalanni men qisqa qilmoqchiman, lekin aytib qo'ysam foydali bo'ladi degan umiddaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hammamizga ma'lum, Muaz radhiyallohu anhu ni qayerga jo'natdi? Yamanga ahli kitobga jo'natdi. Yaman ahli kitob edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, innaka ta'ti qauman ahli kitob. Sen ahli kitob bo'lgan qavmga ketyapsan. Ularga birinchi chaqiradigan narsa nima? Shahadatu an la ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'qligini aytishlik. Savol. Mana bu ahli kitob Allohdan boshqa bir iloh yo'qligini bilmasmidi? Bilardi. Nimaga Rasululloh bunga da'vat qildi? Chunki bular Allohdan boshqa iloh yo'q so'zidagi ba'zi bir kalimalarni o'rnini almashtirib, unga Iso Allohning o'g'li, unga Uzayr Allohning o'g'li degan kalimalarni nima qilishgandi? Qo'shishgandi. Shuning uchun ularda mana bu so'zini yana sallallohu alayhi vasallam qabul qilmadi. Allohu alam. Mana bu bilan savolga javob oldik. Xulosa nima?
la ilaha illalloh deyilganda Makkadagi mushriklarni qabul qilishligini sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning islomini, bular mana bu kalimani bilishlari edi. Bunga hadisdan, ikkita Qur'on oyatlaridan dalil keltirdik. Bugungi kunimizdagi odamlar, hozirgi zamonimizdagi odamlardan qabul qilinmasligining sababi nima? Qabul qilinmasligining sababi kunimizdagilar la ilaha illalloh deganda yo umuman nimaligini bilishmaydi yoki Allohdan boshqa Alloh yo'q deyshadi. La ilaha illalloh o'zi la ilaha illalloh degan deyshadi. Shu sababdan nimaga mana bu kalimani nimani rad qilib, nimani qabul qilganligini bilmaganligi uchun bulardan la ilaha illallohlari qabul bo'lmaydi. Xo'p. Yana bir muhim nuqta. Vaqtimiz ham ancha to'lib qoldi. Inshaalloh shu nuqta bilan tugataman. Biz islom diniga kirayotganimizda kalimai shahodatni keltiramiz. Kalimai shahodat. Kalimai shahodatni keltiramiz. Nima degani kalimai shahodat? Aytamizki, guvohlik beramanki Allohdan boshqa hech qanaqangi iloh yo'q. Guvohlik beramanki Muhammad sallallohu alayhi va sallam uni Allohning quli va elchisidir deymiz. Allah subhanahu va taolo ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Abduhu va rasuluh so'zini tanlagan. Ya'ni kalimai shahodatda Allah subhanahu va taolo guvohlik kalimasini tanlagan. Kalimai shahodat nima degani? Shahodat degani guvohlik degani. Guvoh bo'lishlik degani, guvohlik degani. Allah subhanahu va taolo xossatan mana bu kalimai shahodatga guvohlik kalimasini tanlagan. Buni alohida bir sabab bor. Arab lug'atida guvohlik shahida ildizidan kelib chiqadi. Va bu ildiz 3 ta asosiy ma'noga ega. 3 ta asosiy ma'noga ega. Birinchisi, o'sha joyda tayyor bo'lish, hozir bo'lish, ilm egasi bo'lish, bildirishlik va e'lon qilishlik. Shahida, ya'ni guvohlikning ma'nosi nima? Guvohlikning ma'nosi o'sha joyda hozir bo'lish, tayyor bo'lishlik, ilm egasi bo'lish va bildirish va e'lon qilishlik. Endi savol. Bir inson bir narsaga guvohlik qilayotgan bo'lsa, guvohlik qilayotgan narsani holatini bilishligi, u yerda bo'lishligi va ana shu holatdan xabardor bo'lishligi kerak. Bir inson guvohlik berayotgan narsasiga agar u yerda guvoh bo'lmagan bo'lsa, u holatni bilmaydigan bo'lsa, bu odam qanday guvohlik bera oladi? Sen Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beraysan. Sen Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan boshqa eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar ekanligiga guvohlik beryapsan. Sen mana bu narsaga guvohlik berishligi uchun mana bu narsani ilmini bilishliging kerak. Mana bu holatdan xabaring bo'lishligi kerak. Endi sen qanday qilib buni guvohligini bilib, holatini bilmasdan turib, bunga guvoh bo'lmasdan turib, bu haqida ilming bo'lmasdan turib, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berasan? Bu bo'lishi mumkinmi? Misol uchun, bir joyda avariya bo'ldi. Endi avariya bo'lgan vaqtda deylik, o'sha yerga birinchi kim keladi? Militsiya keladi. O'sha GAI xodimlari keladi. GAI xodimlari kelganda siz yoki biror bir odamni haq ekanligini, nohaq ekanligini, o'sha ikkita odamni sen haqding, sen nohaqding deya olishligingiz uchun siz ana shu joyda nima bo'lishingiz kerak? Ana shu avtohalokatga guvoh bo'lishingiz kerak, guvoh. Agar guvoh bo'lmasangiz, siz borib, men ko'rdim, mana bu orqadan kelib urdi, mana bu yondan chiqib urdi, mana bu svetofordan o'tib ketib urdi deya olasizmi? Deya olmaysiz. Agar desangiz sizga aytadiki, sen guvohmisan? Sen o'sha yerdamiding? Sen o'sha yerda hozir bo'lganmiding? Seni bu holatga bo'lgan bir ilming bormi? deb aytadimi? Aytadi. Xuddi shunday mana bu kalimani aytayotgan odam ham Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga guvohlik beraman deganida Alloh subhanahu va taoloning undan talab qiladigan narsasi nima? Undan talab qilgan narsasi o'sha guvohlikda asl ma'nosi. Guvohlikda asl ma'nosi nima? Bu haqida ilmi bo'lishlik, unga guvoh bo'lishlik, u holatdan xabardor bo'lishlik. Xabardor bo'lmagan odam qanday guvohlik beradi? Ya'ni Alloh azza va jallani ulug'iyatiga guvohlik bergan bir kishi nimaga guvohlik berganligini bilish kerak emasmi? Bilishlik kerak. Allohdan boshqa ibodat qilinadigan zot iloh yo'q deb guvohlik berayotgan odam buni ilmini bilishligi kerak emasmi? Ilmga tayanib gapirayotgan bo'lishligi kerak emasmi? Qandayki bir ilmga tayanib gapirmayotgan odamning so'zi, guvohligi qabul qilinmayotgan bo'lsa, xuddi shunday
La ilaha illallohni guvohlik berayotgan odam, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyotgan odamni ham agar mana bu holatga bir guvohi bo'lmasa, guvohligi bo'lmasa, ya'ni ilmi bo'lmasa, undan xabardor bo'lmasa, bundan nima bo'lmaydi? Bundan qabul bo'lmaydi. Bu aql bilan o'ylaysiz ham xuddi shunaqa-yu. O'sha bir voqelikdan men guvoh bo'laman, men bunga guvoh beraman, guvohlik bo'lib turaman desa, undan talab qilinadigan narsa nima? Sen bu holatda bilasanmi deydi. Bilmayman desa borib qol nima qilasan? Sen nima ishing bor bu yerda deydi. Qanday bilmagan narsangga sen guvohlik berasan deb aytadi. Demak, bir odam la ilaha illalloh yoki boshqacha qilib aytganda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb aytayotganda bu odam nima qilishlik kerak? Bunga guvoh bo'lishlik kerak. Guvoh bo'lishlik degani uni ilm bilan aytishlik kerak degani. U yerda hozir bo'lishlik degani, uni e'lon qilishlik degani. Demak, bundan tushunamizki, kalima-i shahodatni o'zi ilm shartiga dalolat qiladi. La ilaha illalloh deyotgan odamdan talab qilinadigan narsa, ashhadu an la ilaha illalloh deyotgan narsadan talab qilinadigan narsa ilm sharti. Mana bu kalimani o'zi ilm shartiga nima qilinadi? Dalolat qiladi. Alloh azza va jalla aytadiki, illa man shahida bil haqqi va hum ya'lamun. Faqatgina bilgan hollarida shahida, illa man shahida. Shahida nima degani? Guvohlik berishlik degani. Qanday guvohlik berishlik? Haqqa guvohlik berishlik. Qanday guvohlik berishlik? Va hum ya'lamun. Bilgan hollarda guvohlik berishlik deydi. Xo'p, yana ba'zilar bilaman ertaga oyog'i kuygan tovuqdek kelishadi. Sen bu oyatlarda o'zing shunaqa tushunyapsan. Birorta bir oliming yo'q, birorta bir sen aytadigan gaping yo'q. Qandayki o'sha keling musulmon bo'laylik degan kitobni chiqarganimda Allohning izni bilan 2-3 ta o'sha irjosi bor odamlar yugurib kelgan edi. Sen bu kitobni qanaqa chiqarasan? Faqat o'zingning so'zlaring, birorta bir olimman gap aytmabsan deydigan odamlar bor. Bu odamlarga men shunaqaga o'xshatamanki, qaranglarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobasi umra yoki haj masalasida tortishib Ibn Umarni yoki Ibn Abbosni ismlarni aralashtirayotgan bo'lishi mumkin. Yoniga keladida savol so'rashadi. Umra va haj haqida nima deysan? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobasi aytadiki, bu masalada Rasulullohning hukmi mana bunday. Bu masalada Rasululloh hukmi mana bunday. Endi ana shu yerdagi odamlar e'tiroz bildirib aytadiki, lekin Abu Bakr bilan Umar bunaqa demadi-ku. Qarang, e'tiroz bizni ko'zimiz bilan qaraganda sahoba bilan e'tiroz bildiryapti. Allohning Rasulining so'ziga qarshi sahobaning so'zi bilan, ya'ni ochiq shunaqangi ochiq masalada sahobaning so'zi bilan e'tiroz bildiryapti. Endi nima qilishlik kerak? Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadiki, sizlarni boshingizlarga osmondan tosh yog'ishi yaqin. Chunki men sizlarga Allohning Rasuli mana bunaqangi narsani aytdi deyapman, Rasulullohning hukmi bunaqa deyapman. Sizlar bunga qarshi javob berib Abu Bakr bilan Umar bunaqa demayapti deysizlar. Qarang, Abu Bakr bilan Umarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'ziga qarshi gapi kelib qolganda va u Abu Bakr bilan Umar bunaqa demadi deb e'tiroz bildirgan odamga bunaqangi qattiq tarzda javob berishyapti. Endi kunimizda holat qanaqa bo'lar ekan? Alloh shirkni kechirmaydi desangiz, innalloha la yaghfiru ay yushraka bih oyatini o'qib tursangiz, odam sizga kelib yo Alloh shirk kechiradi deb turadi. Qani dalilin esa paloncha zamonda yashagan palonchi donalar deydi. Bularga nima deb javob berar degan sahoba. Hop, mayli, bularni ko'yni o'sha xotirjam bo'lsin. Bir qancha naqllarni o'qiyman. La ilaha illallohni aytuvchidan talab qilinadigan narsalardan bittasi ilmligiga. Hop, Shayx Abdurrahim ibn Hasan aytadiki, qultu Fathul Majidda, qultu la budda fi shahadati an la ilaha illalloh min 7 shurutin la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. La ilaha illalloh shahodatida mutlaqo bo'lishligi kerak bo'lgan 7 ta shart borki, bulardan birortasi, ya'ni hammasi bir to'planmagungacha
uni aytgan odamga foyda bermaydi deydi. La ilaha illallohning shartlari bor. Mana bu shartlarning hammasi bir odam o'shini hammasini bajarmagungacha u aytayotgan odamga bu so'z foyda bermaydi deydi. Yana boshqa. Buni ham shayx aytar ekan, aytadiki, fa in hadisda zikr qilib, bu yerdan o'qisak tushunarli bo'ladi. Aytadiki, vaqat quyidat la ilaha illalloh fil ahadisi sahihati bi quyudin thiqalin. Sahih hadislarda la ilaha illalloh so'zi, kalimasi juda ham og'ir shartlarga bog'langan. La budda minal ityani bi jami'iha qawlan. Butun mana bu sanalgan shartlarda hammasi qawlan, ya'ni qavul bilan, so'z bilan, va i'tiqodan, e'tiqod bilan, va amalan, va amal bilan. Fa min zalika, ya'ni amal bilan, so'z bilan, e'tiqod bilan nima qilishligi kerak? Mana bular bajarilishligi kerak. Hadisu Itban allazi fi sahih. Xuddi o'sha Itban ibn Malikdan kelgan hadisda bo'lgani kabi deydi. Nima bu hadis? Aytadiki Itban radhiyallohu anhu, fa innalloha harrama alan nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bizalika wajhillah. Shubhasizki Alloh subhanahu va taolo o'zini vajhini, o'zini yuzini xohlab la ilaha illalloh degan bir insonni jahannamga kirgizishga, jahannamga u insonga harom qiladi. Jahannamni u insonga harom qiladi. Davom etadiki, va fi hadisin akhar, yana boshqa bir hadis, sidqan min qalbihi, xolisan min qalbihi. Qalbi bilan tasdiqdan aytsa, qalbidan ixlos bilan aytsa la ilaha illalloh deydi. Va aytadiki, xolisan min qalbihi va mustayqinan biha qalbuhu g'ayra shakkin. Va buni ma'nosi, mana bu hadislarda ma'nosi nima? Qalbida hech qanaqangi shaksiz, shubhasiz yaqinan aytishligi. Yaqinan nima qilishligi? Aytishligi. Fala tanfa'u hadhihi al-kalimatu qailuha illa bi hadhihi al-quyud idza ijtama'at lahu ma'a al-ilmi bi ma'naha. Va mana bu shartlar bu kalimani ma'nosini o'z ichiga oladi. O'z ichiga olish bilan birgalikda, ilm bilan birgalikda bu aytayotgan kishida mana bu la ilaha illalloh so'zi jamlanmasa, u odamga nima bo'lmaydi? U odamga aytayotgan kalimasi foyda bermaydi. Ma'al ilmi bi ma'naha va madmuniha kama qala ta'ala va la yamliku allazina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya'ni mana bu butun shartlar ilm bilan birgalikda aytilmasa va bir ilm bilan birgalikda bir odamda to'planmasa, bu odamga mana bu aytayotgan so'zi foyda bermaydi. Buni dalili nima? Oldin aytganimizdek, illa o'sha oyat va la yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illoki bilgan holatlarida haqqa guvohlik berganlar istisno degan oyatni dalil qilib olib kelyapti. Va yana Shayx Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullohni Huraymila degan shahardagi odamlar bilan qilgan muzokarasi bor. Bu muzokarada shayx o'sha Huraymila shaharini, aholisini la ilaha illallohlarini imtihon qiladi, to'g'rirog'i. Hozir. Xo'p. Shayx aytadiki, qallahum la ilaha illalloh qad sa'alna anha kull man ja'ana minkum min mutawwi'in va g'ayrihi. Shayx Muhammad ibn Abdul Wahhab aytadiki, biz ulardan, shayxlardan bo'lsin yoki boshqalardan bo'lsin, sizlardan bizga kelgan hammasidan istisnosiz nimani so'radik? Qad sa'alna anha kull man ja'ana minkum min mutawwi'in g'ayrihi. Hammasidan la ilaha illalloh haqida so'radik. Hammasidan istisnosiz la ilaha illalloh haqida so'radik. Endi bu yerda bizga yana bir mavzudan chetga chiqqanga o'tishamiz, lekin mavzu kelganda aytib ketmasak, murjiyalar, irzo ahli har fursat topganida bizga o'qinayotyapti. Biz ham bunga javob berishimiz kerak. Aytishadiki, insonlarni aqidalarida imtihon qilish xavorijlik deyshadi. Insonlarga o'sha la ilaha illallohdan nimani bilishliklarini so'rashlik xavorijlik deyshadi. To'g'rimi? Agar xavorijlik bo'lsa, mana shayx nimaga so'rayapti unda? Ya'ni Huraymila aholisi, Huraymila shahri
kelyapti va mana bu Muhammad ibn Abdul Vahhab ulardan la ilaha illalloh haqida so'rayapti. Ya'ni bular la ilaha illallohdan nimani bilishadi? La ilaha illalloh deganda nimani qasd qilishadi? La ilaha illallohni bular ma'nosini biladimi deb bulardan bu narsani so'rayapti. Demak, mana bu narsani so'rashlik bu xavorijlik emas. Mana bu narsani so'rashlik insonni xavorij qilib qo'ymaydi. Yaqinda bir birodar so'raganda aytgandiki, men yaqinda uylanmoqchiman. Uylanmoqchi bo'lgan qizimdan o'sha tog'utni inkor qiladimi, yo'qmi deb so'rasam bo'ladimi? Bitta da'vatchini eshitdimki, yo'q, tog'utni inkor qilishini so'ramaydi, la ilaha illalloh deyishligi yetadi dedi. Yo'q, so'rashlik kerak. Biz uylanmaganda so'ramasak, qachon so'raymiz? O'zingiz o'ylang, so'ramadingiz. Uylandingiz. Uylanganingizdan keyin qaradingiz, bir Maturidiy bo'lib chiqsa, bir Ash'ariy bo'lib chiqsa, bir Jahmiy bo'lib chiqsa, nima qilasiz? Butun umrlik bu narsa. Bitta mashina olayotganda, bitta telefon olayotganda, ipida iynasiga so'raymiz. Biz butun umrlik, umr yo'ldoshi deb qo'yibdi bunga. Umr yo'ldoshini olamiz, buni nimaga aqidasi so'ramasligimiz kerak? Alhamdulillah. Demak, agar bir shaharda, undan oldin shu narsani aytay. Mana bu yerda ko'ryapmizki, shayx mana bu aholidan kelganlarda la ilaha illalloh haqida so'rayapti. Ya'ni bularda la ilaha illalloh haqida imtihon qilyapti. Endi ba'zan ko'ramizki, salaf ulamolaridan aqida so'rashlik bid'at degan gaplar kelib qoladi. Kim aqida so'rasa bu xavorijlik qilyapti, kim aqida bo'lsa buni qanday tushunamiz, buni qanday birlashtiramiz desa, javob shuki, agar bir joyda insonlar tavhid bilan tanilgan bo'lsa, solih qavm deb tanilgan bo'lsa, biz bulardan aqida so'rashligimiz mana shu joyda bid'at bo'ladi. Mana shu salafni qaytargan aqida so'rashlikning bid'atligi. Ya'ni misol uchun deylik, bir jamoat bor, bir da'vatchi bor. Bu da'vatchining aqidasi ma'lum, bu da'vatchining manhaji ma'lum, bu da'vatchining da'vatdagi usuli ma'lum, bu da'vatchining o'sha shu paytgacha qilayotgan darslari ma'lum. Bunga qaramasdan bitta odam kelyaptiki, aqida so'rayapti. Mana bu narsa bid'at. Yoki bir odamni masjidi bor, masjidda da'vatlar bo'lib keladi va hammaga ma'lum aqidasi. Va bitta musulmon kelib aytayaptiki, bu musulmon bizni domlamiz, shayximiz. Endi shunga qaramasdan siz uni aqidasini so'raydigan bo'lsangiz, mana shu yerda bid'at amal qilgan bo'lasiz. Mana bu salaflarning aytgan bid'at degan narsasi mana shu bo'ladi. Insonlarning aqida so'rashlik bid'at degan narsa mana shu joyda o'tadi. Lekin yo'q. Siz bilasizki, biz borayotgan joy, yashayotgan joy yoki o'sha masjidlarga ketayotgan odamlarimizni aqidalarida shubhamiz bor. Qandayki shayx mana bu joyda Huraymila aholisini aqidalaridagi la ilaha illallohlardagi muammoni bilardi. Shuning uchun bulardan la ilaha illallohni so'radi. Xuddi misol uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Makka dan hijrat qilib kelishdi. Ayollar, qarang, 500 kilometrga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga ayollar hijrat qilib kelishdi. Rasululloh bulardan aqida so'radi. Alloh subhanahu va taolo famtahinuhunna dedi. Ularni imtihon qilgin. Allohu a'lamu bi imanihim dedi. Ularda Alloh iymonlarini yaxshi bilishiga qaramasdan ularni imtihon qilgin dedi. Nimaga? Chunki bularni kelishligini sababida bir shubha bor edi. Nima edi bu shubha? Bularning shubhasi kimlardir Makkada ba'zi musulmonlarga, sahobalarga oshiq bo'lib qolgan edi, sevib qolgandi, yaxshi ko'rib qolgandi. Endi bu sahobalar Makkadan Madinaga hijrat qilganligi uchun bu mana bu mushrika bo'lgan ayollar ham ularning yoniga kelishga harakat qilishdi. Va ba'zilari eridan zulm ko'rganligi uchun eridan qochib Madinaga borishmoqchi bo'ldi. Ba'zilari Makkadan zerikishgan edi, yangi bir davlat ko'rmoqchi edi, ana shu joyga borishga hijrat qilgandi. Ya'ni bularning kelishligida shubha bor edi, bularning kelishligida shubha. Demak, shubha bo'lsa, nima qilsa bo'ladi? Imtihon qilsa bo'ladi. Shubha bo'lsa, imtihon qilsa bo'ladi. Biz ham ko'ramiz, bir jamoat, bir shaxs, bir qavm, bir jamiyat bularni la ilaha illallohda bizga shubhalar bo'lsa, ya'ni bu shubha yaqindan bo'lishlik kerak. Ya'ni biz qoida bor, al-yaqin la yazulu anhu bi-shak. Ya'ni bir narsa bir yaqin bo'lsa, uni shubhaga yetkazmaydi. Lekin yaqin qanday yaqin? Shubha yaqin bo'ladigan bo'lsa, biz yaqinan bilamizki, bularda muammo bor. Shu holatda bularni e'tiqodlarini, la ilaha illallohlarini so'rashlikda nima yo'q? So'rashlikda muammo yo'q. Xo'p, mavzuyimizga qaytamiz. Mavzuyimiz cho'zilib ketmasligi uchun qissa qilaman. Nimani aytayotgandik? Mana bu la ilaha illallohni ilm bilan aytmagan odamni la ilaha illalloh foyda bermasligida ulamolardan so'z aytayotgandik.
kelgandik Muhammad ibn Abdul Vahhobga. Muhammad ibn Abdul Vahhob aytadiki: "Qala lahum la ilaha illalloh qad sa'alna anha kull man ja'ana minkum min mutawwi'in wa ghayrihi wa la laqina 'indahum illa annaha lafzatun ma laha ma'nan." Mana ochiq. Ularni aytayaptiki, biz ularda shayxlardan bo'lsin, ularda o'sha boshqalardan bo'lsin, ulardan bizga kelgan hammasiga la ilaha illalloh haqida so'radik. Ya'ni ularda shayxlari keldi, ularda allomalari keldi, orqasiga kitoblarni qo'yib olib uzun-uzun darslar qiladigan, uzun-uzun fiqhdan dars beradigan odamlar keldi. Olim odamlar bular. Shayx, ularning shayxlari deyapti, olimlari deyapti. Shunaqalar keldi. Shulardan shayx nimani so'rayapti? La ilaha illalloh haqida so'rayapti. Endi savol. Biz o'ylaymizki, demak ular olim bo'lsa, ular la ilaha illallohni bilishlik kerak. To'g'rimi? Orqasiga 20 ta kitobni qo'yib olgan odam, usuldan uzun-uzun darslar beradigan odam, hadislardan uzun-uzun darslar beradigan nima qilishlik kerak? La ilaha illallohni bilishlik kerak ma'nosini. Endi shayx qarang aytayapti, bular ma'nosini biladimi, yo'qmi? Bilishadigan bo'lsa qanday bilishadi? Shayx bizga aytayapti. Aytadiki: "Va la laqina 'indahum illa annaha lafzatun ma laha ma'nan." Ularning nazdida mana bu kalimani ma'nosi bo'lmagan bir lafzdan boshqa narsa emas ekanligini ko'rdik, deyapti. Ya ularning ma'nosi, ularning nazdida nima buni ma'nosi? Buni hech qanaqangi ma'nosi yo'q. Ya'ni Allohdan boshqa Alloh yo'q deganidek gapda bu. La ilaha illalloh nima degani desa, la ilaha illalloh degandek gap. Ularning nazarida mana shunaqa. Yana aytadiki: "Va ma'naha", ya'ni ularga ko'ra, ba'zilariga ko'ra buni ma'nosi nima ma'no? Lafzuha va man qala fa huwa muslimun va qad yaquluna laha ma'nan lakinna ma'naha la sharika lahu fil mulkihi. Qarang, ularga ko'ra buni ma'nosi faqatgina lafzdir, deyapti. Nima degan lafz degani? Shu faqatgina la ilaha illalloh deb qo'yishdir, deyapti. Va kim bu gapni aytadigan bo'lsa, fa huwa muslimun. U musulmon deyapti. Ya'ni kim la ilaha illalloh deb qo'ysa, u musulmon. E'tibor beringlar. Mana bu aqida kunimizda bormi? Bor. Hatto mana bu aqida u orqasiga 20 ta 30 ta kitob qo'yib olgan odamlarning aqidasi. La ilaha illalloh bu deyaptim, bo'ldi musulmon deydigan odamlar kunimizda tavhid da'vatchisi deb nomlanyapti. Lekin shayx ularga mushrik deyapti mana bu joyda. Shayx mana bu joyda nima deyapti? Mushrik deyapti ularga. Va qad yaquluna laha ma'nan lakinna ma'naha la sharika lahu fi mulkihi. Lekin ularda ba'zilariga ko'ra deyapti. Ba'zilariga ko'ra la ilaha illallohning ma'nosi nima? Allohning mulkida sherigi yo'q deyishlik. Ya'ni kunimizdagi ayni mana shu insonlarning e'tiqodi shayx zamonida ham bo'lgan ekan. Kunimizdagi insonlardan so'rasangiz, la ilaha illallohning ma'nosi nima desa, biladigan bo'lsa nima deydi? Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q. Allohdan boshqa mulk egasi yo'q. Alloh osmonlarni yaratgan, Alloh bizni yaratgan, Alloh yerlarni yaratgan, Alloh bizga rizq beradi. Mana shu e'tiqod. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelgan qavmi ham xuddi shu e'tiqodda edi. Shayx aytadiki: "Va nahnu naqul", va biz aytamizki, la ilaha illalloh laysat bilisani faqat la budda lil muslimi idza lafaza biha an ya'rifa ma'naha biqalbihi wa hiya allati ja'at laha ar-rusul. Biz aytamizki, la ilaha illalloh faqatgina so'z bilan aytiladigan narsa emas. Bir inson musulmon bo'lishligi uchun uni talaffuz qilganda, ya'ni la ilaha illalloh deganda an ya'rifa ma'naha biqalbihi, uni ma'nosini qalbida bilishligi shartdir, deyapti. Uni ma'nosini qalbida bilishlik shart. Ya'ni la ilaha illallohning shartlarini bilishligi kerak bitta odam bu kalimani aytayotgan paytda. Agar mana bu kalimani aytayotganda la ilaha illalloh faqatgina Allohning mulkida sherik yo'q deyotgan bo'lsa, bu odamga la ilaha illalloh nima bo'lmaydi? Foyda bermaydi. Qarang, shayx oxirida nima deyapti? Aytadiki: "Va hiyallati ja'at laha ar-rusul." Mana bu rasullar mana shu narsa uchun kelishgan. Rasullar mana shu narsani tushuntirishlik uchun kelgan. Rasullar hukm Allohga oid ekanligini bildirish uchun kelgan. Rasullar yolg'iz Allohga ibodat qilishlik uchun kelgan. Rasullar an ya'budulloh va janibut tog'ut uchun kelgan. Butun Allohga ibodat qilib tog'utlarni rad qilishlik uchun kelgan. Mana shu narsa uchun kelgan. Va illal mulku ma ja'atir rasulahu va ana ubayyinu lakum inshaalloh mas'alatut tawhid va mas'alatut shirk.
Va rasullar faqatgina mulkni Allohga oid bo'lishligi masalasi uchun kelmagan. Ya'ni rasullar xalqlariga hukm Allohnikini deyish uchun kelgan. Rasullar xalqlariga mulk Allohniki, sizlarni yaratuvchi Alloh deb bildirishlik uchun kelmagan. Va shayx nima deyapti? Inshaalloha mas'alatat tawhidi va mas'alatat shirk. Men sizlar uchun inshaalloh tavhid masalasini va shirk masalasini bayon qilaman. Ya'ni sizlar tavhidning nimaligini, shirkning nimaligini bilmaysizlar deyapti. Ayni bugungi kunimizdagi e'tiqoddagi odamlar. Biz mana bu odamlarga aytganimizda bular la ilaha illalloh deb bilmaydi. Bular la ilaha illallohda musulmon deyapti faqatgina aytib qo'yganligi uchun. Bular haqiqiy islom aqidasida emas deganimizda o'sha turib yer butun dunyoni boshiga ko'tarayotgan odamlar mana xuddi biz aytayotgan gapni shayx aytyapti. Demak, xulosa la ilaha illallohni shartlari borligi, Qur'on va sunnatdan tushunishlik bizni faqat o'zimizning tushunchamiz emas. Vallohi billahi tallohi bunaqangi naqllarni sanasak, bilmadim, ertalabgacha vaqtimizni ko'paysa kerak. Lekin kifoya qiluvchiga mana shunaqangi, mana shu 2-3 ta dalillar ham yetadi. Inshaalloh Robbim nasib qilsa, keyingi darsda juda ham muhim bo'lgan masalani ko'rib chiqamiz. U ham nima? Endi la ilaha illallohni shartlaridan bir shart ilm bo'lsa, bu ilmni biz qanday topamiz? Alloh subhanahu va taolo bu ilmni bizni qalbimizga, fitratimizga joylashtirganmi, joylashtirmaganmi? Qur'on kelishligi bilan biz Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini bilamizmi? Yoki Qur'on kelmasa ham, rasullar kelmasa ham, kitoblar kelmasa ham Allohdan boshqa iloh yo'qligini, yolg'iz Allohga ibodat qilishligini topib olamizmi Qur'on va sunnatsiz? Inshaalloh keyingi darsda mana shu masalani bayon qilishlikka harakat qilamiz. So'zlarimizda bir yaxshilik bo'lsa, Allohdan va rasulining so'zlarining yaxshiligidan, kamchilik, duduqlanish bo'lgan bo'lsa bizdan. Alloh subhanahu va taolo darslarimizni foydali qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant va astagfiruka va atubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.